Muşning ichidagi ma'lum bir xil modda kam bo'lib qolsa, bir xil kasal keltirib chiqardi. Ma'lum bir xil modda ortib qolib ketsa, bir normalsizlik keltirib chiqardi yoki zararlaydi. Ximiya bilan bizning boqmishligimiz intayin zich munosabatlik. Dunyodagi barliq shay'i, barliq modda, barliq jism, barliq hayotlik mushlarning hammasiniki tarkibdagi moddasi mushningning sirtiga chiqolmaydi. Hamma narsa mushning ichida bor. Mushning sirtiga chiqolmaydi. Bu bo'lsa Yuansu Juchibiyo ilmlar devri cedveli. Bu devri cedvel üstüge mangansı birinci hidrogendan başlandı. Tarafның hemmisi üst taraf, hemmisi gaz. Gazның astığı düşkendeyken iğir maddelarga təsir gösterdi. Endi bu astığı mangansıra iğirleşip metallar. Onun için radyoaktiflik hususiyetki ega ilmlar qarab mağdu. Bizdeki yemeklik, uzunlukta bizdeki şu koyu kaldı yemekte en köp işletildiğin nersenin birisi. Hidrogen var mı yok mu? Nerede var? Hidrogen bilen oksigen ikisi birleşse su oldu. Natriy bilen klor birleşse tuz oldu. Bu iki ilmetinde kitapkan. Natriy bilen tensven çina şov suda oldu. Üç kıl ilmetinde kitapkan. Kalı koy tınıganda çıkıyor ne? Karbon bilen oksigen. Ma ikisi birleşkese arayan xatam oldu. Kala tiziklep bolgandan keyin yerga tushgan 40 içsa enchi oldu. Ammiyak gazı oldu. Ximiya bilan bizning boqmishligimiz intayin zich munosabatlik. İchadigan suya, yeydigan tuzi, yeydigan ozuqlari nurg'un narsa munosabatlik. Mushning ichidagi ma'lum bir xil modda kam bo'lib qolsa, bir xil kasal keltirib chiqardi. Ma'lum bir xil modda ortib qolib ketsa, bir normalsizlik keltirib chiqardi yoki zararlaydi. Masalan, eng tez zararlaydigan narsalar ichida gungurt ortib qolib zararlaydi. Kalsiyum ziyoda ortib ketsa zararlamaydi, lekin boshqa moddalarning sumrisini to'saydi. Natriy, ya'ni tuz ortib ketsa, soda ortib ketsa, natriy metal ortib ketsa, boshqa moddalarning sumrilishini to'sab qo'yadi. Shu moddalar hammasi bommasi bo'lmaydi, azоб qasim bo'lmaydi, jiqib qasim bo'lmaydi. Biz nima ish qilamiz? Biz shuni tanishib beramiz. Chunki biz kalni ig'ini solab baqdik. U o'zi tanishmaydi. Amal yo'q unda. Shuni biz tanishib beramiz. Ma Juchibiyoniki ba'zi ilmlarni esil tutunlar. Mesela amino kislotasi dedik. Amino kislotasiga eng jiq lozim bo'lgan nima? Azot, karbon, gungurt, fosfor mayli. Yani mana shular jiqlari ko'pinchisi gaz holatda. Buni sal siqqandan keyin suyuq yoki qattiq holatga o'zgaradi. Materiallar asosan qattiq holatda. Ba'zilariniki intayin turaqsiz. Mesela ma hidrogen, natriy, ma liniy ishlatadi. Batareya ishlatadi. Ma natriy, ma magniy deganlar intayin kaliy, model intayin turaqsiz. Hatta havoda ham turolmaydi. Havoga u chiqqansa o'tib ketadi. Ya'ni ma kalsiy intayin turaqliq.